Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hojat namozi bu nafl namozlar turkumiga kiradi. Ya'ni nafl degani farz ham emas, vojib ham emas, ixtiyoriy o'qiladigan namozlar bo'lib, inson biror bir Allohga hojati tushganda o'qiladigan namoz. Bu shariatimizda bor, ruxsat bo'lgan namoz hisoblanadi. Hojat namozini o'qish tartibi hadisda keltirilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hadislarida ochiq keltirilgan uzun hadis bor bu haqida. Foyid ibn Abdurrahmon ibn Abdulloh ibn Abi Avfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bor. Payg'ambarimiz alayhissalom chiqib bunday dedilar. Ya'ni Rasulullohning gapini yetkazganlar. Kimni Allohga va odam bolalaridan birortasiga hojati bo'lsa, yaxshilab tahorat qilib, so'ngra 2 rakat namoz o'qisin. Keyin Allohga sano, payg'ambar alayhissalomga salovat aytsinda, keyin quyidagi duoni qilsin. La ilaha illallahu halimul karim, subhanallohi robbil arshil azim, alhamdulillahi robbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik va azaimi maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm, la tada' li dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين desin dediler. İmam-ı Tirmizi'de rivayet kıldı. Yani duanın manası quyidagicha bo'ladi. Halim ve Kerim Allah'tan o'zga ibodatga sazovor ma'bud yo'q. Ulug' arshning Robbisi Allah pokdir. Olamlarning Robbi Allohga hamdlar bo'lsin. Men sendan rahmatingni vojib qiluvchi, mag'firatingni taqozo qiluvchi narsalarni so'rayman. Barcha yaxshiliklardan nasiba, barcha yomonliklardan salomat bo'lishni so'rayman. Mening hech bir gunohimni qo'ymay mag'firat qilgin. Hech bir g'amimni qo'ymasdan kushoyish bergin. O'zing rozi bo'lgan hech bir hojatimni qo'ymay albatta ravo qilgin. Ey rahimlilarning rahimlisi degan ma'no bor. Buni o'zbekcha duosini aytsa ham bo'ladi ma'nosini. Ayni mana shu duoda aytsa, demak hadisdan ko'rinib turibdiki, kishi 2 rakat namozni o'qigan, Alloh taologa hamd, payg'ambarimizga salovat aytib, o'sha duoni aytilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Uni agar arabiysini yodlab, arabiysini aytsa juda ham afzal. Agar arabiysini ayta olmasa, o'zbekchasini aytishlikka ham ruxsat bo'ladi deyilgan. Inson Allohdan hojatini so'ramoqchi bo'lsa, o'qiladigan namoz hisoblanadi. Bu 2 rakat bo'lsin, ba'zan 4 rakat ham bo'lsin o'qiladi va payg'ambarimiz alayhissalom bu haqida hadislar aytgan, o'qishlikka ruxsat bergan va uni ichida o'zi duolari bor, o'sha duolari bilan birga qilinadi. Uni o'qib har qanday hojatni so'rasa bo'ladi. Aytaylik, shifo so'rasa ham bo'ladi, boshqa bo'lsa ham bo'ladi. Ya'ni Allohdan nimaiki hojati bo'lsa, namoz o'qib, o'sha hojat namozini o'qib duo qilsa bo'ladi. Faqatgina bemorlarni ham tibbiy nuqtai nazardan tibbiyotga ham ko'rsatish kerak. Bir tomondan muolajasini qilishlik kerak, ikkinchi tomondan duolarni qilib borish kerak. Ya'ni sababini qilish kerak. Yana ham tushunarli qilib aytsam, bemorga avval dorini berib, uni orqasidan Allohdan shifosini so'rash kerak. Muhtaram azizlar, sizlar bilan bo'lgan muloqotimiz, savol-javoblarimizni Alloh o'zi qabul qilsin, kamchiliklarimizni Alloh kechirsin. Agar biror bir noqislik, kamchilik bo'lsa bu bizdan bo'ladi, fazilat bo'lsa bu shariatdan, Allohdan hisoblanadi inshaalloh. Sizlar bilan yana mana shunday savol-javoblar davom etamiz. Alloh hammamizni yaxshilik kunda ko'rishtirishlikni nasib qilsin. Xonadoningizga fayz, barakot, tinchlik, ofiyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi